Orzuyingizdagi hayot endi yanada yaqin. Sifat, ishonch va zamonaviy yashash nafasi jam bo'lgan yangi manzil Do'mbrobod Residence. Toshkent shahar Chilonzor tumanida qurilayotgan Do'mbrobod Residence loyihasi 3 gektar maydonda 16 etajli 5 ta blokdan iborat. Atrofi bolalar maydonchasi, avtoturargohlar va yashil maydonlardan iborat bo'ladi. BM Group qurilish kompaniyasi tomonidan qurilayotgan ushbu loyiha 2024-yil 13-noyabrda davlat tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan bo'lib, 2026-yil oxirigacha topshirilishi reja qilingan. BM Group kompaniyasi shu kunga qadar 3000 ga yaqin xonadon va so'nggi 5 yil ichida 4 ta majmuani o'z vaqtida topshirdi. Mirobod tumanida joylashgan Fayzobod loyihasi. Sergeli tumanida qad ko'targan yangi qo'shnilar turar joy majmuasi. Shayxontohur tumanidagi zamonaviy Charx Novza turar joy majmuasi. Va hozirgi kunda butun e'tibor Do'mbrobod Residence loyihasini sifatli va o'z vaqtida topshirishga qaratilgan. Qurilishda bugunga kelib tashqi fasad bilan qoplash, romlar o'rnatish, ichki pardozlash va kommunikatsiya ishlari jarayonda. Undan tashqari avtoturargoh qazish ishlari ham parallel yo'lga qo'yilgan. 400 ga yaqin quruvchi mutaxassislar va ishchilar loyiha qurilishida va sotuv ofisimizda ham 30 ga yaqin xodimlar sizning orzuyingizdagi xonadonni haqiqatga aylantirish uchun ishlab kelishmoqda. Ishonchli kompaniyadan qulay lokatsiya, sifatli qurilish va deyarli tayyor xonadonlarni xarid qilish istagida bo'lsangiz, sotuv ofisimizga tashrif buyuring. BM Group, hammasi insoniy.